Bugun sizlar bilan birgalikda 15 sotixli yer maydoniga qurilgan mana shu high-tech dala hovliga sayohat qilamiz. Ishonamanki, ajratgan vaqtingizga achinmaysizlar, videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, qanaqa sharoitlari, nimalar qilingan, hammasini sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Hozirgi kecha kunduzda bu dala hovlimiz sotuvga qo'yilgan. Men video davomida narxlari bilan aytib o'taman. Qani unda boshladik. Assalomu alaykum O'zbekiston. Bugun sizlar bilan birgalikda 15 sotixli yer maydoniga qurilgan dala hovlini ko'rib chiqamiz. To'g'risi anchadan beri bunaqa dala hovlilarni ko'rmayotgandim. Videoyimiz sal uzunroq bo'lishi mumkin. Ishonamanki, videoni oxirigacha ko'rsanglar, juda ham qiziqarli bo'ladi. O'rtoqlar, bu joyimiz Nazarbek Tarnovda joylashgan. Mana hozir biz tashqari tarafdan ko'rib turibmiz. Umumiy yer maydoni 15 sotix, ikkita ko'chani o'rtasiga tushgan. Birinchi bu mana asosiy katta ko'chamiz. Bu joyni oladigan bo'lsanglar, mana bu tarafdan katta dalaga ham chiqib, juda ham chiroyli manzarani tomosha qilsa bo'ladi va bemalol bu yoqqa 6 ta 7 tagacha avtomobilni qo'ysak bo'ladi. O'ziga xos dizayn, o'ziga xos arxitektura bo'yicha qurib bitqazilgan. Egalari shu onda-sonda kelib, yozlarda kelib, oilaviy ulfatlar bilan foydalanib, dam olib turishgan, juda ham ko'p foydalanilmagan. Endi qani marhamat, ichkariga kirib, bir chekkadan hammasini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Asosiy darvozaxonaga kirganimizning o'zida mana e'tiborni tortadigan narsa bu bizani patologlarimiz. Juda ham bir noodatiy, high-tech uslubiga moslab har bir uyimizning detallari, ranglari, mana bunaqa noodatiy devordagi chiziqlari ajralib turibdi. Endi bu darvozaxonadan kirib kelganimizda chap tarafda bu yoqda bitta katta eshik ko'ryapmiz. Bu eshik binoga olib kiruvchi asosiy eshik hisoblanadi. Binoni ichiga alohida to'xtalamiz, sababi birinchi bo'lib kelinglar bu dala hovlisini, qanaqa sharoitlari, nimalari bor, hammasini ko'rib o'tamiz. Darvozaxonamizning ham kengligiga, uzunligiga e'tibor bersanglar, ichkarini o'ziga ham agar mashina bilan o'lchaydigan bo'lsak, bir 4 tagacha, menimcha 5 tagacha ham mashina ketsa kerak. Xo'p, endi hovliga chiqaverishda mana bunaqa razdvijnoy eshik qilingan. Buni bemalol qishda yopib qo'yib, yozda ochib qo'yib, mana shunaqa ko'rinishda qoldirsak bo'ladi. Shaxsan o'zimga bu loyihani eng yoqqan, eng zo'r joyi mana bu tepadagi g'oyasi bo'ldi. Juda ham bir o'ziga xos. To'g'risi, uncha-muncha joyda bunaqa g'oyani ko'rmaganman. Tepasi ochiq havo aylanishini ham ta'minlaydi va qaysidir ma'noda yo'ligimizga ham salqinlik berib turadi. Ko'rib turganingizdek, bu devorlarimizdagi mana bunaqa chiroyli chiziqlar bilan ajoyib holatga keltirishgan. Endi basseynni ko'rar ekanmiz, o'rtoqlar. Kengligi 6 metr bo'lsa, uzunligi 13,5 metr. Agar naryoqdagi zinalar bilan hisoblasak, kengligi u yoqdan 7 metrgacha ham cho'zilyapti. Mana bunaqa palma daraxtli imoratimizni mana oldi tarafdan ko'rishingiz mumkin. 2 qavatli imorat. Buni yerto'lasi ham game zona, spa zonalar qilingan. 800 kvadratdan oshuv deyishyapti. Endi mana marhamat, yashil hududni ko'ramiz. Ajoyib dekorativni daraxtlar, archalar ekilgan. Mana bu narsani qaranglar. Kelinglar o'rtoqlar. Mana shu ayni hozir kechki salqin bo'ldi, soat 7:30. Mana shunaqa havoda mana bunga yotib, damni olinsa. Boshqacha bo'lsa kerak. Men endi hozirgi kecha kunduzda o'zimni eski yashab turgan uyimni buzib, uchastka quryapman-da. Har kuni har xil joylarga borganda har xil ideyalar, g'oyalar kelyapti. Ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak, mana bu o'rtadagi besetkaga oynali, ko'ryapsizlar, odamning o'zini aksi ko'rinyapti. Nasib bo'lsa, planlashtirib qo'ydim. Meni hovlim ham 4,5 sotix bo'lsa, bitta chiroyli qilib mana shunaqa besetka joylashtirib olsa bo'lar ekan. Okamiz shunaqa qilganlarda bu yerda endi ichkarida konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan. Qani marhamat, svetlarni hozir yoqamiz. Mana. Voy, shunaqa muzdek bo'lib turibdi.
mazali ekan. Bu yoqdagi mana eshigi endi divan bilan to'sib qo'yilgan ekan. Bu yoqdan ham ochiladi, ikki yoq tomonlama eshik. Qop-qora jalyuzilar qilib qo'yilgan, gilamlar to'shalgan. Qishda o'tiraman desa ham to'pli pollari bor, issiqqina bo'ladi. Televizor qo'yib qo'yilgan. Bu yoqda endi ustki kruvlar bilan dam olib o'tiriladigan joy bo'ladi-da. Nasib bo'lsa, o'zimni qurayotgan uchastkamga, o'zimni hovlimga mana shu besetkadan bitta yasattiraman. Nima deb o'ylaysizlar? Taxminan necha pulga bitadi mana shu narsa? Buni razmeri 4 metrga 4 metr ekan, 16 kvadrat. Tomlarni qaranglar, juda ham chiroyli chiqqan. Hammamizga nasib qilsin. Endi davom etamiz. Hovlidan kirib borganimizda mana bu dala hovlimizning burchagida 3 ta xona qilingan. Bu yoqda ikkitasi dush, yuvinish xonasi, tahoratxonalar va bu yoqdan bitta burchagidagi kerakli jihozlar, spirga, xokandozlarni qo'yish uchun kladovka xona qilib qo'yilgan. Mana bunaqa dachni o'tiriladigan joylar. Mana qaranglar. Voy, mana shu narsalarga zo'rda. Xotirjam. O'zi bu lokatsiya shunaqangi bir tinch joy ekanda, ko'chani oxiri tugash-ku. Ortiqcha shovqin yo'q, mashinalar qatnovi yo'q, jimjitlik, sokinlik bu joyga yanada bir o'ziga xos vibe berib turibdi desam, menimcha noto'g'ri bo'lmaydi. Bu yoq rakursdan hovlimizni ko'rishinglar mumkin. Va bu yoqda mana ulfatlar, qarindoshlar kelganda stullar qilingan, 12 kishilik kattagina plus qo'shimchasiga tapchallar o'rnatilgan. Okamizdan so'radim, "Aka, ochig'i ayting, nech pul bu narsalarni bitqizguncha rasxod qilgansiz?" desam, shu 1 million undan oshiqroq plus minus umumiy pulni ishlatib o'rganman bu narsalarni hozirgi holatiga olib kelguncha deb ma'lumot berdilar. Bu joy hozirgi kecha kunduzda sotuvga qo'yilyapti. Endi ba'zi bir sabablarga ko'ra men video davomida nech pulga sotilayotganligini, narxini ham aytib boraman. Bu yoqda tapchallarni mana xolodilniklar suvlar bilan to'ldirib qo'yishibdi. Layman freshlarni bitta olinadi-da. Samandar ichasanmi? Syomkadan keyin. Hozir syomka qolsana. Sen syomkadan keyin ichasan. O'zi yuvib tozalab qo'yishibdi. Qani bismillah. Reklamasi ketdi. Alhamdulillah. Zo'r. Bu yoqda yozgi oshxonamiz hamma sharoitlariga ega. Mana 3-4 kilolik qozon, 5-6 kilolik qozon. Katta, adashmasam bu 10 kilodan oshib. Telarda gazlar hammasi tortib qo'yilgan. Juda gрамотный, juda chiroyli, toshdan yasalgan, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, tepalarida yana qo'shimcha shkof. Yo'q, bu shkof emas ekan. Bu havo tortadiganni shunaqa shkof bilan to'sib qo'yilgan ekan. Men shkof deb o'ylayman. Ichlari tunukadan yasab chiqilgan ekan. Mana bu joyi tepasi shkof. Mana bu yarimigacha qozon tepasi havo tortadi. Bu yoq taraflari shkof. Narsalarni qo'yib qo'yiladi. Endi bu yoqda ovqatlar qilib, mo'ykalari, yana qo'shimcha bu yoqda tortmalar, idish-tovoq, gaz pechlari bor. Va bu yoqda mana xolodilniklar. Eshikni ko'ryapsizlar. Kelinglar. Mana bu o'rtoqlar orqa tarafdagi ko'chamiz. Quyosh botishini ko'ryapsizlar. Ana chigirtkalarni chirillashi eshitilyaptimi? Mikrofonda. Bu joydan ham mana chiqib, mana bu yoqda dalalarni tomosha qilib o'tirish boshqacha bo'ladi, o'rtoqlar. Naryoqdan samolyot uchayotgani ham ko'rinyapti. Bu videoni mana shunaqa tinch joydan dala hovli olishim kerak degan hojakalarga yuborib qo'ysanglar foydali bo'ladi. Endi mana orqa ko'chani ko'rsatamiz. Bu yoq tarafdagi mahallamizni, e'tiboringlarni imoratimizni devoriga qaratmoqchiman. Biz tushib kelgan zinani ko'ryapsizlarmi? Meni bo'yim taxminan 1.70 lar bo'lsa, ko'chadan 2 metr ko'tarilgan. Ya'ni yozgi oshxonamiz, ya'ni uyimizning yeri 2 metr ko'tarib qurilgan, katta baland qilingan. Orqa tarafda mana kamera, kuzatuv kameralari, chiroqli. Xullas, bitta gap bilan aytganda, hamma narsa o'ylab, aql bilan qilingan. Endi sekin astalik bilan dala hovlimizning binosini ichiga kiramiz. Ketdi. Hovlimizni, yozgi oshxonalarni, besetkalarni sizlarga o'rtoqlar to'liq ko'rsatib bera oldik deb o'ylayman. Hozir mana sekin quyosh botyapti. Manzara yanada ochilyapti, yanada chiroyli bo'lyapti. Sababi bu yoqdagi qo'shimcha chiroqlar dala hovlimizga ajoyib atmosferani beradi. Kech bo'lgan sari endi o'rtoqlar men sizlarga hozir
binoga kirishdan oldin mana bu zontiklarni ko'rsatmoqchiman. Uni pluti bor. Plutni bitta bosadigan bo'lsak, sekin yig'ilib ochiladi bu. Mana qaranglar, juda ham zo'r qilingan ekanda. Quyosh chiqqan payt abetlarda yopib qo'yilsa, bu yoq imoratda ko'ryapsizlar, qoraytirilgan romli eshiklar bor. Mana bu eshik ham razdvijnoy surib, bu yoqdan ham kirib chiqsa bo'ladi va bu yoqda alohida yotoqxonalar, nariyoqda yana xonalarimiz bor. Bu yoqdan ham chiqib kirsa bo'ladi. Endi biz bu eshiklardan kirmaymiz. Nariyoq darvozaxona tarafdagi asosiy eshikdan kiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, zontiklarimiz ochildi. Tepada terrasalarimiz. Ketib ko'ramiz ichkarini. Asosiy eshikdan kirib kelganimizda keng yo'li. O'rtoqlar, bu yoq tarafda mana qo'shimcha shkoflar, o'ng tarafimizdan yerto'laga tushish, yerto'lani alohida ko'rsatamiz. Mana bu yerda shunaqa o'yinlar ham qo'yib qo'yilganda, stolni futbol o'ynaladi-yu, bunaqa shaq qilib. Game zona desak bo'ladi. Bu joyi hall, living room desak bo'ladi. Mягкий divanlar o'rnatilgan, ajoyib kartinalar, o'ziga xos mana bunaqa shiftlarimizga gips kardonlar bilan figuralar berilgan, chiroqli, bilyard, boya aytganimdek, bu nariyoqdagi eshiklarni ham ochib qo'yib, hovliga chiqsak bo'ladi bu tarafdan. Birinchi bo'lib kelinglar, men sizlarni bu tarafda mana oshxonaga olib kiraman. Oshxonamizning mebellariga o'zingizlar endi bitta baho berib qo'yasizlar. Juda ham bir noodatiy shaklda yasalgan mebelchi akalarimizni qo'lligi dard ko'rmasin. Men uncha joyda bunaqa ideyani ko'rmaganman. Stullar, qo'shimcha yoqda o'tiriladigan mягкий divanlar, kartinalar, gullar, kullerlar, konditsionerlar, texnikalar bilan xullas to'ldirib tashalganda. Endi mana bu eshikni bundoq ochadigan bo'lsak, bu yoqda marhamat hovlini ko'rishimiz mumkin. Hovliga ham kirib chiqsa bo'ladi oshxona orqali. Davom etamiz. Bu mana birinchi qavatimiz bo'lyapti. Bu yoqda maza qilib ulfatlar bilan bilyardlarni o'ynab, mana bu yoqda yana o'tirib suhbat qursa bo'ladi. Kattagina televizorlar, mana bunaqa jurnalniy stol qo'yilgan, ajoyib mana bunaqa kemalar. Endi navbatdagi xona bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu yotoqxonamizni o'zini ichida sanuzellari bilan bo'lyapti. Mana shunaqa ko'rinishda unitazi, yuvinish dushi, plus rakvinalari. Deyarli hech narsa olib chiqib ketilmaydi. Mana mebellarni ko'ryapsizlarmi? Yangi kravatlar, garderoblar, pardalarni katta ochadigan bo'lsak, bu yoqdagi eshik ham ochiladi. Mana shunaqa bu yotoqxona bo'ldi. Bu yoq tarafda umumiy bitta hojatxona qilingan. Mana shunaqa mehmonlar uchun bu rakvinasi bor, plus unitazi tahorat qilishga hamma sharoitlari yetarli darajada. Endi pastga tushamiz, ketdik. Yerto'laga tushganimizda o'rtoqlar, bu yoqda shunaqa bar yasalganda, endi bu yoqda ham ana dam olayotgan payt tepaga chiqib suv ichilmaydi, boshqa qilinmaydi. Hamma narsa mana masjidga olib kelib olinsa, suvlarni ichib, masjidda o'zida maza qilib dam olinadi. Patologlarga e'tibor bersanglar, kartinali, natijnoylar qilingan, devorlarimizga ajoyib manzarali aboylardan foydalanilgan. Xo'p, zinadan tushganimizda o'ng tarafga o'tamiz. Birinchi bo'lib, sababi bu yoqda mana shu dala hovlimizni yuragi joylashtirilgan. Kelinglar, bu yoqda nimalar turibdi? Ariston, duxkonturning 3 ta kotyol, qo'shimcha nasoslar, basseynimizning filtrlari, nasoslari, yana katta mana bunaqa stabilizatorlar, tokka bitta me'yorda ushlab turuvchi. Hozir shovqin bu basseynning filtrlaridan, motoridan chiqyapti. Basseynimiz ishlab turibdi, ko'rganingizdek. Va qo'shimcha yana kichkinagina shkofchalar yasab qo'yilgan. Mana oyoq kiyimlarni qo'yib qo'yilgan, yana o'tiriladigan joylar va bu tarafda yuvinish uchun dushi, hojatxonasi ham bor. Ketdik qishki basseynga kiramiz. Eshiklar mana surma eshiklar qilingan, razdvijnoy. Kartinalarni qaranglar. Bu yoqda ham kattagina basseyn, adashmasam uzunligi 5-6 metrga, kengligi 3-3,5 metr kattalikda basseyn bo'lyapti. Bu tarafda saunamiz joylashgan. Kattagina sauna, adashmasam bir bemalol 10 kishi ham sig'ib ketsa kerak, sababi ichi juda ham keng va bu yoqda turk hammomi. Mana, bu ham kattagina turk hammomi qilingan ekan. Bu mana yerto'lamizda bo'ldi. Endi tepaga chiqamiz. Ketdik. Ikkinchi qavatimizda 5 ta yotoqxona plus mana bunaqa o'tiriladigan holimiz bor. O'rtoqlar, zinadan chiqqanda endi chap tarafdan davom etamiz ko'rishni.
ikkinchi qavatimizdagi birinchi kattagina keng mana shunaqa mebellar bilan to'ldirilgan yotoqxona. Bu tarafdan balkonga chiqsak bo'ladi. Marhamat. Balkonimizni ko'rishinglar mumkin. O, nariyoqda mana dalalar ko'rinib turibdi. Zo'r manzara, sokin, tinch, jimjit. Bu yotoqxonamizni o'zini ichida sanuzli ham bor. Unitazi, rakvina va vannalari joylashtirilgan. Mana shunaqa shinamgina sanuzliga ega. Endi navbatdagi u yoq tarafdagi yotoqxonaga kiramiz. Yana qo'shimcha bu yoqda divanlar qo'yilgan, o'tiriladigan, kattagina televizor va mana bu eshikni suramiz, ochamiz. Ko'rishinglar mumkin. Juda chiroyli, juda go'zal manzara bo'lyapti hozir quyosh botishiga. Ikkinchi qavatdagi bu ikkinchi xonamiz. Bu ham yotoqxonaga mo'ljallangan asosiy yotoqxona hisoblanadi, faqat buni mebellari yo'q ekan. Bu yotoqxonamizni ham bu yoq burchagida o'zini sanuzli bor, yuvinish xonasi, hojatxonalari bilan birgalikda bo'lyapti. Menga ko'proq mana shu yotoqxona yoqdi, sababi kelinglar. Mana terrasaga chiqsa bo'ladi deb yoqda. Mana bunaqa tapchallagacha qo'yib qo'yishibdi-da. Terrasadan mana bu hovlimizni ko'rsatinglar. Zo'r. Bu ana qushlar ham uchiribdi. Endi bu yoqdan yana holga qaytamizda keyingi xonalarni ko'ramiz. Konditsionerlar o'rnatilgan. Yana bitta kattagina yotoqxona, yoq burchagida o'zini sanuzli bo'lyapti va nariyoq tarafdagi eshikdan yana balkonga chiqsak bo'ladi. Bu anchagina keng katta ekan, kravat, nariyoqda garderob, qo'shimcha bu yoqda tremolari, mebellari. Bu yoq tarafda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, 4 ta kravat, qo'shimcha garderob, televizorlari o'rnatilgan. Adashmasam buni yonidagi xona ham bolalarga mo'ljallangan. Marhamat. Bunda ham xuddi shunaqa deyarli bir xil ko'rinishi, tashqari tarafga va yon tarafga qaragan romlari. Endi marhamat. Bu yoqda ikkinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzl joylashgan. Endi eng oxirgi xonani ko'ramiz. Bu mana balkondan yurib kelganimizda bu yoq burcha edi. Okamiz o'zlariga moslab buni ofis xona qilgan ekanlar. Konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan, mebellar bilan faqat to'ldirilmagan pardalar, plus qo'shimcha jalyuzilar. Endi xohlaganlar buni kichkina ofis qoladi, xohlaganlar masalan deylik bolalarga yotoqxona qilib bersa ham bo'ladi. O'rtoqlar, dala hovlimizni yoqdimi yo'qmi? O'zingizlar xolisona fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu yoq tarafda juda ham chiroyli manzara. Shaxsan menga yoqdi. Mana quyosh botishini ko'ryapsizlar. Agar bu dala hovlini jiddiy maqsadda sotib olaman degan akalarimiz bo'lishsa, narxini 699 ming dollar deb baholadik. Bilasizlar, har doim joyi egalarining nomerlari bilan chiqaramiz. To'g'ridan-to'g'ri joyi egalariga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Video opisaniyasida nomerlar, qo'shimcha ma'lumotlarni qoldiramiz. Kelib, ko'rib, tepasida endi savdo qilib ko'raverasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.